Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan yozuvchi ikkita chiroyli obraz qilamiz. Birinchi obrazimiz bizga shunaqa chiroyli Britaniyaning ko'ydi va bu obrazga bizga aksessuarlar kerak. Bularning chiroyligini qaranglar. Kablukchasi esa Rossiya mudobni yurganda umuman charchamaysiz. Va именно shu tufli uchun shunaqa chiroyli klubnichkalik sumka zakaz qildim. Klubnichkalarini esa вообще sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Ranglari ham hech qanaqa ko'chmagan, o'chmagan, hech narsa bo'lmagan. O'zim ham kablukli tuflilarni yoki bayramlarga yoki qanaqadir tadbirlarga kiyganman, lekin bu tuflining udobniligidan ko'chaga ham shipilab kiyib ketsa bo'ladi. Shunaqa chiroyli obraz va bu obrazimiz uchun zarur tuflikalarni oldim. Bular afzalligini qaranglar. Смотрите, как красиво. Har bitta toshchalari joyida, kablukchasini afzalligini qaranglar. Просто я не могу. O'zimni bitta sumchkam bor, oq rangda. Ikkala qo'yning uzunligi fransuzskaya длина, lekin shunaqa chiroyli. Tuflikalarni qaranglar, qanaqa asal turdi. Qaysi obrazim ko'proq chiroyli turganini kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga xayr.